Mana aziz opa singillarim, quyoshga yaltillashini ko'ringlar. Mana rangi ham chiroyli rang. Mana yalt-yult qilishi. Bemalol ko'rib baho beringlar. Assalomu alaykum hammalaringizga yana bir bor. Bugun 11-iyun 25-yil. Mana 4 ta yostiqlarimiz tayyor bo'ldi. Bularni anjel yostiqlari ham bor. Ularni oxiriga paxtalayman. Bu ham Tojikiston zakazimiz. Mana zamok joylarini ko'rishlaringiz mumkin. Hammasini ichiga alohida qop qilib, paxtasi solib tikib, mana gullari guliga tushirilgan, orqayi oldini bir xil. 4 ta yastig'imiz ham tayyor bo'ldi. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Zamok joylari hammasi tikilishlari ustidan 05 yurilgan. 8,5 metrlik ko'rpachalarimizga ham paxta soldim. Nasib bo'lsa bularni ham ertaga kechgacha qavib sizlarga ko'rsataman. Keyin anjel yostiqlarimiz 26 ta. Ko'k и qizil. Ularni hammasini paxtalab, gullarini qurib, sizlarga hammasini ko'rsatib, keyin katta ko'rpa, keyin ko'rpalari komplektlarga o'taman. Mana paxtadan chiqqan holatlari, mana yostiqlarimiz, mana paxtamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Po'paklarni ham sifatlisidan qo'yilgan.